Mashg'ulot uchun eng to'g'ri vaqt qaysi? Ertalab mashq qilsam foydalimi yoki kechqurunmi? Bu eng ko'p beriladigan savol. Aslida muhimi vaqt emas, intizom. Siz bilgan o'sha disiplina, ammo har bir soatning o'z afzalligi bor. Ertalabki mashg'ulotdan keyin organizm serotonin va endorfin ishlab chiqaradi, kayfiyat ko'tariladi, metabolizmni tezlashtiradi. Erta tongda shug'ullanish yog' yo'qolishini tezlashtiradi. Kun davomida ko'proq kaloriya yo'qotasiz. Bo'sh zal, tinch muhit. Ertalab ko'pchilik uyquda bo'lgani sabab zal odamga to'lmagan bo'ladi. Kechki mashg'ulot o'tkazishda mushaklar qizigan, bo'g'imlar moslashgan bo'ladi. Bu esa og'irroq vazn ko'tarishga va mushak massasini tezroq oshirishga yordam beradi. Kun davomida yig'ilgan charchoq va stress sport orqali chiqib ketadi. Mashg'ulotdan keyin organizm oqsil va foydali taomni yaxshi qabul qiladi. Mushaklar tez tiklanadi. Agar uxlashdan 2-3 soat oldin mashq qilsangiz, organizm toliqib, uyqu chuqurroq bo'ladi. Shunchaki bir vaqtni tanlang va unga sodiq qoling. Organizm bir ritmni his qilsa, o'sish barqaror bo'ladi. Agar mashg'ulot uchun aniq vaqtni reja qila olmasangiz, bu normal holat. Ba'zilar ertalab uyg'ona olmaydi, boshqalar kechqurun charchab qoladi. Shu kabi holatlar uchun bitsa sport ozuqasi ideal yechim. Kun davomida charchoqni kamaytiradi, mushaklarni energiya bilan ta'minlaydi. Mashg'ulot bo'lmagan kunlarda ham mushaklarni himoya qiladi, aqliy va jismoniy faollikni oshiradi. Ekranda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilish orqali original sport ozuqalariga buyurtma bering.